gapingni qisqaroq qil deyishi mumkin ota. Bo'ldi, u keyingi safar ochilmaydi. U gapirolmaydi u gapini. Qarang, og'zimizdan chiqayotgan mimikalarimiz, gaplarimiz, bu bola men ochiqman bolam, ke deydigan darajada bo'lgandagina, demak, ota-onani o'rtasidagi liniyalar, ya'ni yo'l deymiz, yo'l chiziqlari deymiz, muloqot chiziqlari deymiz. Mana shu eshiklar ochiladi. Ikki xil eshikni ochiq yopiqligi bo'ladi. Bola ichkaridan eshikni qulflaydi va tashqaridan qulflaydi. Ichkaridan qulflagan jarayon bu yopiqlikka olib keladi, xatolikka olib keladi, qo'rquvga olib keladi, tajovuzkorlikka olib keladi. Mana bitta bolani misol uchun aka-uka bilan ishladim, o'zini ukasiga qaychi bilan qo'liga tiqib tashlagan. Nimaga? Chunki bu bola eshitilmayapti, u faqat ukaga mehr berilyapti. Nega manchi deyapti, qachon menga deyapti, san jim tur deyapti, qachongacha jim turaman, etolmaydi-ku tili bilan. U nima qiladi? U tajovuzkorlik qiladi. Ko'ryapsizmi? Shuning uchun ba'zida otalar gapirishni bilmayaptimi? Onalarimizni yo'lga solsa bo'ladi. Boshqa ishlarga aqliga yetadi onalarning, to'g'rimi? Makr ishlatishni bilishadi-yu. Nega endi farzandlarga kelganda biz dangasalik qilyapmiz? Gap shunda.